Xitoy ta'lim tizimi haqida siz bilmagan ma'lumotlar. Nega ta'limda ular kuchli ekanini bilib olasiz. Xitoyda har yili 10 milliondan ortiq o'quvchi universitet imtihoniga kiradi. Bu dunyodagi eng yirik ta'lim musobaqasidir. Ularning mashhur imtihoni Gaokao. Unga tayyorgarlik marafoni 2-3 yil davom etadi. O'quvchilar esa kuniga 12-14 soatgacha o'qiydi. Matematika va tabiiy fanlar majburiy hisoblanadi. Natija Xitoy bugun dunyodagi eng ko'p STEM mutaxassislarini yetishtirayotgan davlat hisoblanadi. Yiliga 4 milliondan ortiq. Ular bilimni nazariya sifatida emas, balki amaliyot va innovatsiyaga aylantiradi. Maktablarda robototexnika, sun'iy intellekt va tadbirkorlik kurslari bor. Shu sababli Xitoy o'quvchilari 30 yildan beri olimpiadalarda yetakchilik qilishadi. Endi savol, agar biz ham ta'limda shunday qat'iyatni qo'llasak, qanday natijalarga erishamiz? Agar sizning xususiy maktabingizda ham shunday ta'lim tizimi bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Biz buni ota-onalarga ko'rsatib beramiz.